Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan barliq qarindoshlar, hurmatli ko'rurmanlar, hammanglarning shu vaqtda xayrli bo'lsin. Amerika Uyg'ur akademiyasining doktor Gulnaz Abduqodir bilan o'tkazayotgan iqtisodga oid bir yurishlik leksiyasining 3-qismini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Amerika Uyg'ur akademiyasidan Fayzullah. Aldığımda iki katımlık leksiyada Gülnaz Hanım birincisinde Amerika'daki pensiya işleri ve onun qanday tayyorlab qilish haqida, ikkinchi qismida andan keyin shu mablag' solish haqidagi mazmunlar haqida so'zlab bergan edi. Bugungi bu 3-chi leksiyada doktor Gülnaz Hanım Amerika'daki Uyg'urlar uchun eng muhim bo'lgan temalarning biri, ya'ni Medicare ve Medicaid davolash saqni saqlash sug'urtasi haqidagi tanlanmalar degan mazmunda muhim mazmunlarni so'zlab berdi. Qani undaqda Gulnaz Hanım so'zni sizdan anglayli. Ko'pchilik diqqatinglar Gulnaz Hanımning leksiyasi bo'lsin. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi qarindoshlarım, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum Fayzullah efendim. Yaxshimi? Siz degandek oldin qatam ikki qatam leksiya o'tkazdik. Pensiya to'g'risida va odatdagi mablag' solish to'g'risida. Bu daqi leksiya bo'lsa, Medicare, Medicaid. Bu Medicare, Medicaid nima desanglar, bu bo'lsa bir davolanish sug'urtasi. Asosliq 65 yoshdan yuqorilarga va meyitlarga ya alayda davolashga kerak federatsiya sug'urtasi, sog'lomlik federatsiya sog'lomlik sug'urtasi programmasi. Medicare, Medicaid'ni tushunish to'liq muhim. Çünkü bu programlar milyonlagan Amerikaliklarninki bo'lib yashanganlarninki tuvan kirimlik oyliklar va meyitlarninki sog'liq saqlash mulozimati bilan ta'minlashga asosiy rol o'ynaydi. Bunun bir qancha tanlanmaları var. Bu tanlanmalarni unumli yetaklashimiz siz yoki yaqinlaringiz uydagi ularninki iqtisodiy moliya tarafdan yengillatish muhim rollarni o'ynaydi. Shundan tanlamlarni cho'qim yaxshi tushunishimiz kerak, yaxshi quloq solinglar, o'xshamagan tanlamlarga. Ondan bu programlarni yaxshi aniq tushunishimiz orqali o'zimizningki uzun muddatlik planlarimizni tanlashda muhim rollarni o'ynaydi ham o'zimizni kuchlantirdi. Unda bo'lsa bu slayd showlarimizni seyretmelerini boshlaylik. Yaxshi chiqdimi? Yaxshi. Bu bizningki 3-chi leksiyamiz Medicare, Medicaid. Endi bu Medicare boy deganda buningki muhim nuqtalari nima desanglar, 65 yoshdan yuqorilar ham meyitlar hamda oxirgi bosqichdagi böbrek kasal, ya nerv kasal degandek ashtaq har xil oxirgi bosqichdagi kanser, rak kasallar deganlar shularga ishlatisi bo'ladigan. Bunun ichida Part A, B, D, G deb 4 xil planlar var. C var. Bunu hozir keyin birdan turib buni bir xil so'zlab o'tamiz. Medicare Advantage var. Bu Medicare ABD degan aslidagi plan hukumatning chiqargani, Amerika hukumatiningki. Bu Medicare Advantage degan 1997-yilda chiqargan va original aslidagi 65-yili. Bu C bo'lsa hammasini o'z ichiga oladigan bir plan. Aslidagisi bo'lsa bular
öz içige almay ayrım aldygan pulallar. Hem de bularınki copay diýdi, goşumçysy töleýdigan co-insurance, tutup aldygan pullar, aşındaklar bar. Bularnyň hemmisini bir-birden körüp ötmez. Endi ikinji slaýdyga kelsek, bu Medicare'ga kiriş üçin naýat muhim bir jaryan. Siz 65 ýaşga kirişden 3 ay burun hem şu 65 ýaş kirgen aýyňyz andan 3 ay keyin şu 7 aýynyň içinde çokum kirişiňiz gerek. Eger bu 7 aýynyň içinde kirmesiňiz, bununki jazasy bar. Bu jazasyny her ýylda töleýsiz. Muş Medicare alsaňyzla ömrüňiziň ahyrgaça töleýdigan jazalar. Andan bu Medicare'ninki Part A digen nimiş boldy, B digen gyndak, D digen gyndak dep bunu bir gurp düşendirey. Bunun içinde A digen asas şäherden doktorhan diýip atylgan insurance, suhartasy. Bunun da doktorhanda maharetlik sistralar, şu jaýlarda, belnislarda ya bolmasa ahyrky hospice, ahyrky derejedeki kesellerni kütüşhanlary ya bolmasa öýde kütüş digende şu çykymlarny öz içige alyp. Anandan keyin bu Part B desek, bu doktorunki suhartasy. Doktorga berip görünsiňiz, doktordan şansga. Ya bolmasa beniz kirmey sirtden dawalansaňyz, ya bolmasa şu doktorunki esbablaryny, üskünlerini elişga, vaksinlarga digendek keselniň aldyny eliş, şularny öz içige alady. Part D digen asaslygy reseptlik dorilar, doktor ýesbergençi dorilarny götüridi. Doktorhan dorilaryny alsaňyz. Part C digen nime deseňiz, bu hemde hususy şirketlerninki suharta şirketleri bar, insurance company. Şular hemde şu A, B, D digenlerni içige alyplar şu birini kılıplan müştak Part C dep çıkargan. Bunun da nurgun şirketler bar, özümüz bildigan. Bunun içinde yana köz, çiş, kulakny anlaşny tekşiräş digendek bularny öz içige alyp. O Part A, B, D da bular içinde ýok. Şonuň üçin manynki goşumça bularny içige alady. Bu A, B, C, D'larni selişdirsak, bay digendek A digen doktorhan ýatyrgan töleýdigan dep sözläp ötdüm. Bununki ýeneden çykylan pul her bir qytym balnisty ýazsaňyz, her bir qytymda $1676 deductible dep tutup aldygan pulu bar eken. Meselen siz ýyl birinji aýda bir benesge çykyp, ýandakin ýylyň otdursy ýani bir ýazsa, ýani bir tutudy, ýylyň ahyrda ýani bir her bir kirip çykkanjagda şunu tutup aldygan pul bar ekende, bu şunçalyk pul kendi ýylda özgürip durdy. Bu 25-nji ýyldaki pul 1676. Bunun da bolsa automatic Social Security'ga salaýytyňyz toşgan bolsa, medical aid alalaýsyz. Çünki siz çokum 40 saatda Social Security'ni aldan qaytam sözlänjigimizde sözläp ötdükki 40 saat credit toşgan bolsa, 10 ýyl işlegen bolsaňyz, şonuň bilen siziňki salaýytyňyz toşudy, laýakatly bolasyz. Bu Social Security'ni alalsaňyz Medicare aýnym alalaýsyz. Eger siz Amerikaga kelgeni fakat 5 ýyl bolan bolsa, Medicare'ni alalaýsyz, amma pul töläp alysyz her ýyly. Onuň puluny ýylda okşmaýdy, ýani agyly boldy.
Ama kaçan 40 saatini toşkuzsanız anken bekarlık boldu bu derbi. Eee, 40 saatini toşkuzmay 30 saat, 20 saat, 35 saat bolgan bolsa, onun agyny boldu. Aşı saatine karap kançylyk kredit eee, saatligini kredite, 35 kredit, 20 kredit bolgan bolsamu, şu kreditiniz karap sen munçik töleýse dep kaçan şu 40 kreditini toşkuzgan çagda, 10 ýyl işlep nandakin bu bekarlyk boldu. Parti bir bolsa doktorlar bilen görnüşiş, doktorga berişnäki puluny götürdi diýdik. Bunun da hazır standard bolgan töleýdigan puly 25 ýyl 185. Ama bunun da bu sizinki kırmızı baglyk. Eger kırmızı jyk bolsa, bundan jyk töleýsiz. Onunki didakda bolsa 275, 55. Bununki wagty baýka degendek aşu 3 ay burun, 3 ay keyin 65 ýaş kirgen tuğulgan günüňizde çokum kirişiňiz gerek. Eň baldy şunu sözlüginim, şondan kep galmaňlar. Onunki exceptionlary bar. Exceptions nime deseniz, eger siz 65 ýaşdan işläp atgan bolsaňyz, çoň şirket işleýän bolsaňyz, o şirketde 20-den uşuk employee işleyen adamlar, işletken adamlar bolsa, şununki sağlamlygyny saklaş, sağlamlygyny saklaş sugortasy bolgan bolsa kirgen bolsaňyz, onuň da sizge jaza puly ýok. Eger siz kiçik şirketlerde bolgan bolsaňyz, özüňiz açgan ulay hesap emas, onuň da jaza puly töleýsiz. Şonuň üçin şu wagtyňyzy 65 ýaş wagt kirgen wagtyňyzy ötküzätmän. Parti dinedey aldydan, andan siyotday partisi bolsa, parti di bolsa, bu doğrulanın puly dedim baýa. Doktor isteger Rüsip doğrulanınki, bununki $46 elektin her ay töleýdigan, bunu standardy. Bunun didakda bolsa 590 gold degende. Bu volunteer özü ihtiýary kyrsyz parti ihtiýary alsaňyz boldy, almasaňyz boldy. Almasaňyz bütün äme pulyny ýa-ni çoňsunu төлep dogrusyny alsyz. Partisi bolsa bunu ihtiýary kyrdygan program, bunu plan bilen plan okşumaydy. Her xil planlar bar. Bunun da özüňiz bildigändek Blue Cross Blue Shield, United Care, HMO, PPO degendek nurgun okşumagan kompaniýa, okşumagan planlar bar. Şonuň okşaş gaýsy plany talasaňyz, onunki siziň aýda töleýdigan puluňyzmy okşumaýdy. Onun üçin de gaýsylaryny içinde bar, içinde ýok, kança töleýsiz, köz içinde barmy ýokmy, onuň kançalyk içinde degendek nurgun inçhiýerler bar-da. Şularny tanlap durup okşumagan planlarynky siz töleýdigan her aýda puluňyz okşumaýdy bu sugortalarga. Bularnymy çokum düşünüş kerek. Andan baý degende men ýene bir gaýtam täkidläp ötdüm. ABD degen hökümetiniňki asli Medicare'si, C degen keyin çykan, şu hususy şirketlerden çykargan, hazırkı şirketler pensiýa çykmaganlar işletip atkandek insurance company'lerininki kygyny ABD'ni gossaňyz C boldy. Baýa parti biga hazır standards $185 dedim. Eger maaşyňyz jukur bolsa, kırymyň siz 65 ýaş kirgen çagda toý kılgan er ayal meselen kırymyňyz 266 bir tiýenden 334 maňgaça bolsa, siziň töleýdigan puluňyz $205.30. Şonuň üçin standard dep beýdi, 185 töleýse degen bilen siziňki ykdysady kırymyňyzga baglyk. Bular siz şuny Medicare kegen çagda siz Medicare Social Security'den
iltimos qilsangiz, anketlaringizni avatssangiz, andın bula IRS girip sizinki 2 yıl burunqi, masalan 1 yıl iltimos qilgan bo'lsangiz 23 yildagi tax return'i IRS'dan adjusted gross income qancha bo'lgan deb buni tekshiraydi. Tekshirib sizning 2 yil burun undaqkan, shuning uchun agar sizniki shu vaqtdagi kirimingiz 300 ming bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, er ayolniki qo'shib sizinki 1 yilgi Medicare to'laydigan pulingiz $205.30 Agar sizin 2 yıl burun maaşınız 212 ming bo'lgan bo'lsa, 185 to'laysiz. Agar 2 yıl burun maaşınız 750 ming bo'lgan bo'lsa, siz $714.70 to'laysiz. Endi bu yilda o'zgarib turdi. Buni deb qo'ygandim faqatlam nurg'un odamlarninki xato tushunib olgan yeri bir umr Medicare'ga başladık, Medicare ağandaki neminin bekalıq oldu degan xato tushunchalar xeyli bor ekan. Öpçürümdə xeyli odamlar işte suallarni so'rgan mendan. Shuning uchun bu bekalıq emas, pul to'laysiz, qancha pul to'laysiz, o'zingizning kirimingizga bog'liq 2 yilga burun. 1 yil olsangiz 2 yil burun kirimingizni tekshiraydi. Bu Medicare Advantage planningi roli nima desangiz, bu rost bulayman murakkab gapini men qanday tanlab bo'laman desangiz, buningda hamda bir shu sog'lomni saqlash vakolatchilari bo'ldi ekan. Hamma yerda siz 65 yosh kiray degandilar, sizga bular telefon qilgani turadi, undan keyin xatlar keladi, emaillar keldi, ya bu seminarlar qichirdi. Agar shunday qichasa, bering, seminarlar berib anglang. Bu vakolatchilar sizni pul olmaydi. Bular shu insurance shirkatlardan commission oldi ekan, bular commission berdi ekan bularga. Masalan, mayli Ansem, Blue Cross bo'lsin, United Healthcare bo'lsin, Humana bo'lsin, yani boshqa birisi bo'lsin, ular hammasi o'xshash commission berdi ekan. Shuning uchun ular mani tavsiya qilmay, ani qilay degan nemisi bo'lmaydi buncha. Unda bo'lgandan keyin ulardan keyin sizga shu seminarlarga borsangiz, ya bo'lmasa agar hech kim siz bilan aloqalashmagan bo'lsa, shu malingizdagi o'pchiringizga senior centerlarga borsangiz, shu yerlardan bor. O'zingizni doktordan asosiy davolash doktoringizdan so'rasangizmi deb beradi. Endi ular sizning ahvolingizga qarab sizningki qanday dorilarni ichyapsiz hozir, qanday doktorlarga ko'rinyapsiz degandek shularni hamma chiqqandan keyin, undan keyin sizga bir 6 shirkatninki planini sizga tushuntirdi jadvalga silib. Mana mana shirkatlarning ahvoli mundaqga, oyda muncha to'laydi ekansiz, deductible bo'lsa muncha, dorining deductible bo'lsa muncha, maximum out of pocket, ya'ni o'zingizning eng jiq chiqadigan puli muncha mana shirkatninki. Doktorxonaga yotsangiz muncha to'laydi ekansiz, outpatientga munchalik to'laydi ekansiz, surgery bo'lsa, operatsiyalar bo'lsa bunday to'laydi ekansiz. Buning ichida emergency ERga qancha to'laysiz berib qolsangiz, urgent care'ga qancha to'laysiz, radiology, diagnostic test, diagnoz qo'ydiganға, laboratoriyalarda tekshirish qancha to'laysiz, physical therapy, asliga keltirishga qancha to'laysiz, deganlari bor. Ko'zningki, tishninki allowancelari qanchalik har yil qanchalik tishni davolashga qanday pulni ajratib beroladi degandek. Andan hammasining rosti gym membership bor. Shu bir necha o'xshamagan shirkatlarning o'xshamagan gym membership, u bekorlikka shu yerlarga berib ishonsin, kasal oz bo'lsin deydi bu shirkatlar odamlarni.
Endi bu vakolatchilar shularni hammani sizga ko'rsatib, sening ahvolingga qaragan chog'da "Ma planni tanlasang yaxshiroq bo'larkan" deb sizga tanlab beradi. Tanlab bergan chog'da andan keyin u qancha to'layman deganda, o'zingizniki tanlagan nimasiga qarab to'laysiz. Buni unda kirimga qaramaydi. Kirimga qaraydigani bu hukumatningki P. Ama siz hökumatdan Social Security'ni A bilan B'ni alırsız. Ondan keyin uni bir yerga qo'yib qo'yasiz. Tatmag'inizning ichiga ama C'ni olgan keyin shu C'ning kartasini ko'tarib doktorlarga berib davolanasiz. Tushunchak bo'ldimi? Ba'zilar yana bir nimalar tushunmagan yerlar qolib qoldimi qandoq? Yaxshi nihoyatda haqiqatan bu bakmi murakkab jarayonlar deb o'ylayman. Shu so'z deganimiz qaragandimi qaysini tanlash, qaysi muvofiq keladi deganni bekitish uchun ekan. Mana shu keyingi mazmunga o'tishdan burun bir qancha savollarni oydinlashtirib olay dedim. Birinchisi, siz mana plan A'ni shu Social Security'niki bütün sharoitlarini, shartlarini hozirlagan bo'lsa, avtomatik holda uni olalaydi, plan A avtomatik holda bo'ladi dedingiz. Sizga uning to'laydigan pul yo'q deb. Ammo Social Security'ni odatda 62 yoshlardan boshlab elish mumkin endi 62dan 70 yoshgacha araliqda xohlagan vaqtda o'zi qaysi vaqt pensiyaga chiqib, qaysi vaqt buni olaman desa, o'zining kasallik ahvoli boshqa ahvollarga qarab buni olalaydi. 65 yosh degan muqim o'lcham yo'q ham Social Security'da. Shunga mavi plan A degani shu 62 yoshda masalan Social Security'ni 62 yoshdan boshlab olgan bo'lsa yo kasallik sababi bilan baldir pensiyaga chiqib Social Security boshlagan bo'lsa, plan A mi avtomatik holda shu 62 yoshda boshlanadi yoki bo'lmasa uni 65 kishi araliqda saqlab turish kerakmi? 65 oldu. 65. Social Security'ni 62 yoshda olgan bilan Olgan bilan az olsiz, az 75% olsiz. Plan A Medicare'ni olish uchun 65 yoshgacha saqlash kerak degan gap, shunami? Unda bo'lsa yana birisi plan B bizning deyotgan 65 yosh kirganda cho'qim 3 oy burun, 3 oy keyin, aniki shu oyni qo'shganda jami 7 oy ichida iltimos qilish kerakligini faqat plan B'ga qaratilgan, shundaqmi? Unda olganda shu Alırsanız C'ni alamaysiz. Shu chog'da agar shu 7 oy ichida iltimos qilmasa, jarimonasi bor degan gap bo'ldi. Kim bir umr to'laydi. Bu shu jarimaning ahvoli qandaroq ham buningdaligi masalan ba'zilar 65 yoshdan davomli ishlaydi, ba'zilar Amerikalik 70 yoshgacha, hatto undan keyin ishlaydiganlar bor. Ishlaganlarning ishlayotgan o'rinlaridan ularninki sug'urtasi bor bo'ladi. Endi unda vaqtdami cho'qim bir qatim iltimos qilish kerak, anadan keyin deb qo'yish kerak bo'ladi. Shundaqmi? Men iltimos qildim, ammo mening undaq nimam bor desa, u chog'da jarimonasi bo'lmaydi, penaltisi bo'lmaydi, tamam? Şu jarimansı bundaq. Agar siz bir yani 65 yoshda ishlayotgan bo'lsangiz, 66-67, ben bay deb o'tdim. Agar siz ishlayotgan o'rinning 20 dan oshiq employeesi, ishlaguvchilar bo'lgan bo'lsa, siz qatnashgan suhbatda cho'ng bo'lgan bo'lsa, 20 odamdan oshiq, unda sizga jariman kelmaydi, idorangizdan bir isbot qog'ozi chiqib turdi, isbot. Bugun qadar bizningki suhbatda qatnashyotdi deb, uni olib bersiz Social Security'ga. Bersangiz, andan ular sizga jariman qo'ymaydi ekan. Agar siz kichik bir shirkatda ishlab qolgan bo'lsangiz, 20 odamdan tuvan suhbatda qatnashgan odam, insurance suhbatda nimasi kichik bo'lsa, unda hisob emas. Unga yana o'xshash jariman to'laysiz. Nima desangiz, har bir 12 oy kechiksangiz 10% jariman. 2 yil kechikkan bo'lsangiz 20%, 5 yil kechikkan bo'lsangiz 50% jariman. Bu jarimanni umr bo'yi to'laysiz. Rahmat, aniq bo'ldi. Andan keyin endi A, B, D'ni olaman, C'ni olmayman desa, u chog'da vision, andan keyin tushuningki, andan keyin anglashninkini ko'z uchun cho'qim ma'muriy o'zi to'lashga to'g'ri keldi ekan.
A, B, D'nin hech qaysi birini ko'tarmagan ekan. Bu Ham shu hem ayrım eliş to'g'ri keldi. Shuning uchun ha, mening tavsiyam shu C'ni elish kerak. ha, C hammani ichiga oldi ekan. Chunki hı, o A, B, D'ni olsangiz, G namusingiz bo'lmaydi, mayli gap deganichu, parti G. U parti G degan, nima uchun uni olasiz degan chog'da, masalan, parti B'ninki deductible bor dedim-ku, hı hı, anadan keyin co-payment va 20% deganlar bor. Bularninki maximum out of pocket limits yo'q, chekimi. Bu hı, unlimited. Agar qiyrilgan chog'ida kasaljon bo'lib qolsa bir odam, bu 20% degan chiqaveradigan gapda. Shuning uchun cho'qim G'ni ilib, shularni hammasini o'z ichiga ilib, shundan to'lash kerak. Vaqt ha, D'ga to'laysiz, C'ga to'laysiz, D'ga to'laysiz, ishga to'laysiz, ko'zga to'laysiz, hammani ayrim-ayrim olasiz. Ammo originalninki ABD deganlarninki yaxshi yeri, har qanday doktorga bora olasiz, undaq preferred in network, out of network degan gaplar borku. hı hı, Undalar yo'q, xohlagan yerda ko'rina olasiz. Yomon yeri hamda shundoq juda qimmatga to'xtaydi. Agar ha, o'zingiz sog'lom bo'lsangiz, bek kasalchi odamlar bo'lsa shuni olsa bo'ladi. Hammasiga ayrim-ayrim to'lab, undan keyin faqatla shu sug'urtaning pulini to'lab, qolgan pullarni doktorlarni amininkini to'lamaydiganga o'ngayroq bo'ldi deb undaq oldiganlar bor. Agar o'zingiz sog'lom bo'lsangiz, mana shu Medicare Advantage C degan yaxshiroq menimcha. Hammasini o'z ichiga olgan, birla qaytim olasiz. Lekin yilda 10 oyda buni ya'ni almashtirish kerakchi. 10 oyda abay sizningki sug'urta vakolatchingiz sizga telefon qildi ya email yozdi. Buni yana bir qaytim takrorlab kelasi yil o'zgartmadim sizningki salomat ahvoling o'zgarishi bormi degandakchi. hı hı, Yilda yanglab tursiz. ha. Lekin yilda to'laydigan pulingiz balki o'xshamaydi. Rahmat. Hali ko'pchilikka juda bo'ldi deb o'ylayman. Shu nurg'un savollar chiqar ekan buningda. Andan keyin masalanga birsi er ayolning birsi 60 yoshga tushib Medicare oldi. Endi odatdagi sug'urtalarda butun oila bo'yicha ko'tariladigan yoki er ayol yoki bolalarga oid oladigan xilma-xil tanlash obyektlari bor. Ammo Medicare degani faqat shu pensiyaga chiqqan odam 3 yillarda uning oilasini, butun oilasini ko'taradigan ish emas-ku bu. Yo'q. Unda olganda Yana shu IRA'ga o'xshash, hammadan o'z oldiga oladigan narsa, o'z oldingizga bosh topshirganligincha. ha. Chunki Ammo agar ha, birsi 60 yoshga kirib Medicare'ni olgan bo'lsa, kelishib shart qo'shgan bo'lsa, ayol yoki er tarafdan, yoki bir tarafga 62 yosh yoki bo'lmasa 63 yosh, yana bir 3 yildan keyin uni keyin oladigan bo'lsa, u chog'da yan bir tarafning davolanishi qanday qilgan yaxshi bo'ladi masalanki. Qanaqa shaklda u 60 yosh to'shmagan tarafninkini. ha. Onunki yaxshi savol bo'ldi bu. Agar er ayolning birisi 65 kirib, birisi 60 kirgan bo'lsa, 5 yosh farqi masalan, har qanday yosh farqi, birisi Medicare'ni olib chiqib ketgan bo'lsa, agar shu yo'ldoshni masalan yo'ldoshi deb turaylik, yo'ldoshining shirkatini olgan bo'lsa, yo'ldoshi Medicare'ni olib chiqib ketsa, bu ayoli o'zi ishlayotgan bo'lsa, o'zining shirkatidan shu insurance olsa bo'ladi. Agar ayoli ishlamagan bo'lsa, Cobra degan bir nim bor, Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, Cobra degan. Onun ayıptosu bo'ldi, u 18 oydan 36 oygacha og'iz bo'ldi. Ammo u yomon qimmat keldi. Ya bo'lmasa Healthcare Act degan bor, Affordable Care Act bilan. Hmm. Uni olsa bo'ladi. Ya bo'lmasa agar kirimi tuvan bo'lsa, ikkisiniki Medicaid olsa bo'ladi. Medicaid degan tuvan kirimdagi oilalarga. Hmm. Ya bo'lmasa shaxsiy insurancedan o'zi pul to'lab
eliş gerekti. Şu yaşlı toşukça. Ha, Eğer doğru. Ali ikisinden birisi ayalınga, ikisinden birisi fakat işlemigen bolsa 65 yaş kirgen çağda bu yaşarak taraf yoldaşınki төлеген Medicare bağış төлегендигин şu arkalık ağını buldu yani. Ha, rahmat. Mümkün yani ahirki bir sualım, kısa sual. Mavi, siz bayatın eğer bu yıl bir adam 65 yaş toşkan bolsa, onun qancha pul töleýdiganlygyny 2 yıl burunki iqtisadi ahvala qaraydı dediniz. Mesela 65 yaş kirgen bolsa 63 yaş wagtydaki işläwatgan wagtydaki maaşa qarta bekitildi eken. Bu çağda 67 menimki asliki oýlaganymda 65 kirgendiki ýylda bu adamның alydygyny adatda Social Security bilen 401k'den emdi maaş eliş gerek boldy. Şu maaş kılıp şu pensiýaga çykkan wagtda algan maaşa qarta bekitildi dep oýlap gapdyken men. No, işçi burun. Her kanda qaysi yaşlı kırsınızmış işçi burun bir IRS'den ular özür aldı eken. Social Security IRS'den web page'den kırıklamış yerine access kılıp elip işçi burun sizinki adjusted gross income kança dep şu yerden körüp bekletken. Rahmat. Sen pensiýaga çykkandyken Social Security we 401k we eger öýlerine ýargy bergen bolsaňyz rental income we başga ýerlerge meblag sagan bolsaňyz, meselen aksiýa bazak meblag sagan bolsaňyz üýerden kelgen kırımlar bar. Hemmini report kılışınız gerek bu. Baş tülgende. Hemmisini koşup munçike depler en ahirde çıkıdı o şu yerde. Şuna karap denken siz kançı pul töleýdiňiz şu yerde bekliyor. Boldy rahmat Nalit ýaxşy boldy. Doğrudur. Das keyinki mezmunga össek. Ösek bolanda. Keyinki mezmun Medicaid. Medicaid'ini ihran aldık kıyırdaşlar, yaxşı kulak silip anlarlar. Çünkü nurgun vətəndən in kəlgənlər, yavaş dövlətlərdən köçmən bu kəlgənlər bolsa, xizmət oruna texi muqum emas. Amma kanunluq köçmənlər buğan bolsa, bulardan faydalansı boldu. Bu bolsa federasiya bilen iştat, her bir iştatnınki özünki tüzgən programsi sağlamlık taraftan suhatası dizek bolda tüven Kırımdaki kişilerge ya ailelerge. Bundan da şu doktorunki körünüşünki hemmisini öz işçi alıdı hem de uzun müddet kütüş ahirge kesellikten ya kıyırlıktan uzun müddet kütüş gerek olup kalsa long-term care. Ulanın işçi alıdı ondan prescription drug. Doğru ispägen, reseptlik doğrular doktorlar ispägen. Onunla Amerikanınki kanda adamla layakatlik desek Amerikanın kuralları hem de kanunluk köçmeler. Kanunluk köçmelerini hükümet Özbekistan işçi kartı bağla, asylum kıgalla, yani başka kanunluk köçmeler. Ular özürü dep durdu. Andıken tüven Kırımdaki çoğunlar, bolular, eğir ayak ayallar, hamildar ayallar, kıyırlar, anadınkin meyipler degende. Bunun da gayla belki bir uzun yıl tuğan bolsa hem Medicaid'a hem Medicare'ye işgizisige layakatlık şerait tutuşu mümkün. Bunun içinde yana uzun müddetli kütüşte azrak koşumçu pul tölüşü mümkün. Adam bile adamla okşamay demeden özünki ahvalı qarab şu yerde onu bitirdi. Andan bunu qandaq iltimas qılymyz degende manın qutlaq silip anlaňlar. Aldı bilen özüňlarynki kırımlaryny, iqtisad ahwalaryny bilişiňler gerek. Aýylda kança kişi bar, kança jan, qaysı iştat tutursiz iştatla iştat okşamaydı. Hem iştat öz aldyga hem federasiya hem iştat programmysy bolgandykin bu. Şoňa muşu dokumentlerni hemmini jygyp
Mesela her işkepti belgen maaşınki nimeleri, kağıtları başını tülegen dokümentler baş tülegen. Özünüzdenki kimliginiz, kinişkisi, kaysı joyda turduğan ýerinizi isbatlaýdan dokümentler, doktorluk özünüzdenki salamatlyk taryhyňyz, eger meýip bolsa meýip togusydyky doktorlar çykargan diagnoslar, şularny hemmeni jygyp, andykin tor arkaly healthcare.gov diýen ýerden kirip şu ýerden iltimas etmek boldy. Eger sizinki kompýutere kirdigan iktidaryňyz bolmasa, şu ýerlikde ýerde Medicaid diýen eşdaq nimeler bar. Hallar bar. Onunğa iltimas kılıp çokum iltimas bolgandykin işgepde bir aýdan kin kendini sürüştürüş gerek. Bu nurgun hökümetniň programlaryny kendini sürüştürüp kılıp durmasa, bular hususy şirketlerge okşmaýdy, bek asta. Şu bütün jerýanlar bek asta boldy. Ondan kin eger siz hem Medicare hem Medicaid'a ikilisiga şeraýatyňyz toşkan bolsa, bununda laýakat bolgan bolsaňyz, bunu şulary dep hem ikilisini erişip tirişip şondan paýlaşyňyz gerek. Meselen biz tugan Virginia'da mana bir misal dep biray. Virginia'da Fairfax County Department of Family Service diýen bar. Hemme ýerde Maryland'da bar, New York diýendek hem ştatlarda bar. Şundaq county'ninki Family Service diýen işhanasyny izleseňiz boldy. Bu Fairfax'ın işhanasy 1201 Government Center Parkway Fairfax'ta. Şu ýerge berip iltimas kılsa boldy. Bularnyň telefon nomerini ýazyp koydum. Eger tordan bunu köýseňiz, muşny resmi tartyp kopya edip şu ýerge berip şu ýerde iltimas kılsaňyz boldy. Lakin Aynowanyňki Health Access Team bularnyň ýardam kıldygan programlary bar. Ular arkaly kysmy boldy. Bularnyň telefon nomerini, adreslaryny ýazyp koydum. Ondan başga ýene Virginia'nynki Medicaid in Virginia diýen Virginia Department of Medical Assistance Services website ularnyň başda özlerinki tor ýerleri bar. Ben müşni fakat Virginia'ny misal ilip plasak dep koydum-da, her bir ştatnynki, her bir county'ninki özüniň şundaq ýerleri bar. Şundalarny izdep tepip şulardan paýdalansaňlar bolady. Bular ýardam kılady. Andan kimler laýakatlyk kandaq aýylar diýen çagda Medicaid'ninkiге iltimas kılış üçin 19 ýaşdan 64 ýaşga bolganlar bularnynki ýyllyk maaşy bir jam bolsa, household size bir jam bolsa, ýyllygy 21.597, aýlygy 1.800 dollar bolsa, bular şondan töwen bolsa, şu Medicaid'a iltimas kılsa boldy. Eger 4 jam bolsa 44.367, aýlygy 3.698 kırım bolsa, şondan töwen bolsa, buna iltimas kılsa boldy. Şonuň üçin mana bir jamdan 8 jamgaça ýazyp koydum. Müşü siz eger müşü kategoriýada bolsaňyz çokum iltimas kılıp şondan paýdalanyň. Andan Medicare for Children kiçik balalar üçin, ondan kin hamildar aýallar üçin. Bularymı aşo bularynki okşmaýdy telepi kırımlary. Bularnyň household size bir jamdan 8 jamgaça bunu ýazyp koydum. Bunu görüp sizler nime kılsaňlar boldy. Şuna garap eger sizlerniň şartyňyza toşkan bolsa, şunga iltimas kılsaňlar boldy. Andan
bu çoğlarınki, yaşanğanların 65'in yuqurlar, göz görmeydigan kişiler, amalar hem de meyitler bolgan bolsa, bularınki aylık maaşı bir canınki, $1000'dan tövən işki canınki 1364 degan. Bu men yuqurda yana bir percentage'ni ups, ketib qoldi. Mani 148 FPL degan nima desangiz, bu Federal Poverty Level. Federatsiyanınki namratlık derecesi deydi. Bunun şunundan özünki bir derecesi var ekan, işte namratlık derecesi şunundan yana 48% yuqorak. Onun içinde şularni qo'shib, endi burun undan tövən bolgan bolsa, yıllık kirimi 48% qo'shgan ekan, kirimi yuqorak bolsa, bularni chiqaroq adam bunun bahman bolsun deb shuni qo'shgan ekan. Shuni 65'den yuqorilar 138% ekan, 5% qo'shib o'zi maaşdan. Şu o'zingizning maoshingizni ko'tarib borsangiz, o'zi orttirdi sizningki siz shunga shartingiz qo'shmadi. And Medicare and long-term care. Long-term care uzun muddatli kutish, Medicaid bilan. Bu nima desanglar, bu long-term care bo'lsa, uzun muddatli kutish nurg'un muhoratlik sestralar, şu asli keltirish joylar degandek shularni ichiga oldi. Bumi o'ziniki kirimiga bog'liq Medicaid asosli bularni hammasini ko'taradi. Ondan uzun muddat kutishda bularda kasallikdan uzun muddat kutadiganlar bor, qayliqlikdan kutadiganlar bor. Bularda şu doktorlarning asboblari, alayda karvatlar bor, doktorlarning yotadigan, ya bo'lmasa o'tiklar bor, putuqlanib ketganlar kiygizib qo'ydigan, mangadigan nimalari degandek, sarapilarni shularni hammasini o'zi ko'tardi. Buning ichida ko'pay ya bo'lmasa ozroq o'zingizning yonchingizni to'lishingiz kerak. Endi bu gap qo'yay. Endi Medicare'ga nima long-term care'ga qandaq odamlarninki loyatlik bo'ldi, shart tutishdi degan chog'da bu yerda 6 narsa borda. Bu 6 narsa nima desanglar, birinchisidan o'zi munchiga tushalamdi, boshqa o'zini yuk qilalamdi. Bu birinchisi. O'z mustaqil. Ikkinchisi kiyimni o'zi kiyalamdi. Kundatgan kiyimini kiyib, kechda kiyim yutib, o'ringa chiqib o'zi yotalamdi. Keyin o'birniga boramamdi, o'birniga o'tirish, qo'pish iqtidori bormi yo'qmi? Undan keyin tomoq yeyishda birsi yegizib qo'yish kerakmi yo o'zi tomoq yeyalamdi? Undan keyin bir joydan bir joyga o'zi yetkilalamdi. Masalan, karvatdan o'rindiqdan o'birniga degan o'zi mang'amamdi. Ondan cho'ng kichik tarafni o'zi boshqaralamdi yo boshqaramamdi. Agar shu 6 muhim, shu suhbatda kompaniyalarninki tuzlanmish 6ninki ikkisidan yo ikkisidan qarag'idan qilamizsa bu kishi shunga bu uzun muddatli kutishga shart qo'shadi. Ikkisi bo'lishi kerak, eng bo'lganda ikkisi yo ikkidan yuqori. Agar u shaxsiylarninki long-term care insurance'larim bor, shaxsiy osimi shuni ep qo'ysangiz saq vaqtingizda azrak bo'ldi. Keyin qiyirib mushtarga kelgan chog'da doktor sizga shuni yezib turdi. Ma kishi hozir long-term care insurance ishlasa bo'ladi. Masalan, muncha o'zgarmaydi, tomoqni o'zi yalamaydi deganda. Bu tushunchak bo'ldimi?
Rahmat, Medicaid to'g'riliq nihoyatda yaxshi tushunchlarni berdingiz. Yana bu Bu ham ayman birni ko'rayda yana birisi bordek esimda bor. yana bir so'z. Buningki asos nuqtasi bu Medicaid degan asosliq Medicaid shu long term care uzun muddatli kutishni Amerikada shu Medicaid to'laydi. Nemisi ozlari, Krim ozlari. Kirimchiqlar o'zinglar shaxsiylarnikini xususiy komplektini olasizlar. Ya'ni Medicaid long term care'ni yana bir deb qo'ying shu qanchalik baldur olsa shunchalik azarim bo'ldi. Qiyilgan chog'da olsa bir qimmat o'tishdi. Har qandaq sug'urtani shundoq hayot sug'urtasini o'xshash. Uning ichida long term care'ga kirish uchun doktordan qog'oz yozib berish kerak. Sizning shartingiz to'shamdi, to'shmamdi, undan keyin iqtisod ahvolingiz qandaq, kirimingiz qandaq degandek. G'oy bir kechirma qo'yadigan ishlarimi bor. Ularda har bir odamningki o'zining ahvoliga qarab nima qildida. Bu Medicaid ashyosi to'xtatdi endi savolingiz bo'lsa. Shu Medicaid to'g'riliq endi menimcha ko'pchilik nihoyatda yaxshi tushunchaga ega bo'ldi deb o'ylayman. Endi shundaqdimi menda bir savol tug'ildi. Bu shtat asos qurilib turadigan ham federalmi qo'shimcha yordam beradigan bir programma. Siz aytib o'tgandek to'van kirimdagilar uchun asosli. Endi bu bizningki Uyg'urlarni yangidan boshqa davlatlardan kelayotgan, xizmat topolmagan, bolalar kichik tug'ilib ketgan bunday oilalar uchun haqiqatan muhim bir shu kapolat deb o'ylaymiz. Buni shunaqa iltimos qilib, shundan vaqtliq mahrum bo'lish. Bu yerda bir narsa har bir shtatningki o'zining ahvoliga qarab shu berish ahvoli o'xshamaydi ekan. Bunday vaqtida masalan shuni elayotgan vaqtida masalan Virjiniyadan elayotgan vaqtida Merilanga ko'chib qolsa bu Virjiniyada elayotgani avtomatik holda amaldan qoladi deb qolamdi yoki bo'lmasa uni Merilanda bilan ishlatilib bo'lmaydi. Merilanga kelib yana uni qaytadan iltimos qilish kerak bo'ladi deymiz, to'g'ri? Qaytadan iltimos qilishingiz kerak. Boshqa shtatga berib nima qilsangiz, ko'chsangiz, lekin qaytadan iltimos qilasiz. Undan keyin Medicaid'ni shtat o'zining shtati asosli bo'lgan program bo'lgandan keyin cho'qim shtatning ichida ishlatish kerak. Agar siz boshqa shtatlarga berib qilib bir emergency'ga kiradigan, jiddiy qutqarish bo'lsangiz, uni ishlatgan bo'ldi. Ammo odatda ko'rinishlarga ishlatib bo'lmaydi. Endi uni har yili takrorlab sizningki iqtisod ahvolingizni tekshirib, har yili o'zgartib turdi. Shunga layoqatligingiz to'shamdi, to'shmamdi har yili ko'rdi. G'oy shtatlarninki har faslda qildi. G'oylar bir yilda 2 qatim qildi ekan. Mutlaq ko'p qismdagilar yilda bir qatim tekshirib sizga kelajagida beramdiq, bermamdiq deganini bekitdi. Demak, bu ahvoldan qaraganda Virjiniyada buni elishga layoqatli bo'lgan odamning masalan Merilanda yoki Nyu-Yorkda layoqatli bo'lmaslik ehtimoli bor degan gap, shunaqami? Ular hammasining o'zining tuzumi o'xshamagandan keyin bu standardisi menimcha bo'lsa butun davlatning iqtisod kirimi uchun bu standard. Endi o'zimizga shtatlarninki shuning uchun hem federatsiya hem shtat programmi degani federatsiyadan income limit kirimninki chekimini chiqarib bersa qolgan qo'shimchalarni o'zining shtatlari ko'plab qo'shimcha o'zining talablari borda shular qaraydi. Endi yana bir savol shu Medicaid manchilikdan yuqori xarjlab ketsam bo'lmaydi deydigan o'lchamlarim bor. Masalan, cho'ng bir kasal bo'lib 50 ming, 100 ming hatto undan ortiq bir chiqim bo'lib ketgan vaqtida shuniki ma'lum yuqorilab ketgan o'zim to'laysan deydigan ahvol bormi yoki bu unlimited shunga bir layoqatli bo'lsa hammasi ko'tariladi. Shunga men hozir inchiklab kirib qarmabdim. Men mana programning tagiga maksimum outage deysiz-ku, programmasi bormi, yo'qmi deganni men bir qarab o'shaga tushuncha berib qo'ysam bo'ldi ekan. Bo'lsa shuningmi bir cheki bormiki,
Ya, bir ko'rib baksak boldy ekan. Hmm. Bu Olarak, maximum out of pocket deysiz go siz. ha, Ya, töleýdigan. Şa meselen, 50 miňgaça köterip berimiz, 50 miňden artyk dawalanyp ketseň, belki eger kesel bolap ýa-ki bolmasa bir jiddiýlik, waka düşüp ketseň, kalan özüň töleýsen demdi, ýa-ki bolmasa aşy kança 100 miň bolup ketkiçe, aşynyňga laýakatly bolsa, hemsi şu ştat federal tarapdan, Medicaid tarapdan köterilemdi o digen. Şuni onun da yana şu özüňiziň ýeninden çykypdyran co-paymentler boldy. Bu Medicaid'inçi Hı ma hı. bu şahsy algan ma bu suhartalar okuşmaýdyjy. Ularynki meniň özümden bilişimçe bir şirketin haklara ýardam kılıp apagantymçy. Hı hı. Nurgun ýyllar burun bir sınavda Medicaid'si batdyken şu doktorhan gapasak şu bek naçar fasilitylerçi. Bek Ha, ma bu özüňiz ma şahsy algan Medimda health insurance'ga okuşmaýdy. Halagan ýerge nim bagan bolmaýdy özleriniň digen Medicaid'e ma doktorhanlar boldy, ma bolmaýdy digen bulup melek gaý doktorlar almaýdygan ýerlerim barke. hı hı. Wagtyda işi bu endi bu Medicaid asas şertine eger benesi tutip kalsaňyz, benesinkini hemisini töleýdi. Meselen epresler bolsa, içidigan dogrular, long term care uzun müddetli götürdük men bay dedim go. Ha, Dat paraşny kesel bolup uzun müddet ýitip kalşy ölgü çykaraýdygan gepde ony. Ahyrky ilaki hospislarny götürdi. Hospis digen bu ahyrky başgyçdaki kesel kütüş hanlary bar go. hı hı. Ular mende kança ýyl ýatylgyny bilmeýdi de kaçan tügeýdigini bilmeýdi. Şonuň üçin garap nimpi boldy. Eee, Endi ularmy şu kopyalaryňyz bol azrak goşsyz özüňiz töleýsiz ýylyňyzdan. Mence bolsa ular munçlik toşup ketdi, dawalmaýmyz dep toktap kalmaýdy. Ehtimal, tamam. Men onda şol aňlap bakmagandym. Unda toktap kalyp diýenlerni üçin. Biz kılganda şu nurgonlyk doktorhanlar, Medicaid digendikinler Doktorxana alypdykan, nurgun doktorxana alypdykan, şahsy doktorlar bardy öyle aldyda göründiren. Meselen men birisini hamyldar birisini apagandym. Şunda bir jirahyýaga bardyk. Şu ýerden başga ýerlikler almaýdy demedi ki, endi bir jirak bir ýerde. Şu ýerge apyryp, ýakyn etrapda o doktorlaryny tapsaklamam desem, ular hiç gaýsy almaýdyken dep. Jirak bir ýerge aparyp şunda uzun sakladyk. Appointment'ı bolsunmu, ýani bir 2 saat saklap ýatdyk. Şundajyk adamlar oturdy o ýerde. Şunu saklap. Ama doktorhana, tuqqan doktorhanasy şu çoň doktorhana ýenidiki. Doktorhanlar aldykenmisi, ony almys bolmaýan şäme şahsynyňki özüniňki açkan punktlar, ular özleri bitdiripde kandan alymyz, kandan almaýmyz dep. Şunday işke. Bence bolsa ýok, men ondakyny aňlap bakmagam. Maximum. Şu çünki long term care'ni öz içine aldy, doktorhanada ýatgan benis kança ýasap epreslerini, dogrularını hemisi öz içine aldymyzmy? Yani özüňki kirmeňiz garap azrak kopy töleýsiz. Ol rahmat. Keyinki mezmunga geçsek. Okay. HSE well, health savings account bu bolsa hemimiz bilimiz HSE'ni işlep atganlar bunun da maaşynki efzallygy bar. Çünki maaşyňyzdan tutup aldy. Maaşyňyzdan tutup aldy. Hody bu Roth IRA okşaş, birinji etdim Roth IRA, traditional IRA dep sözler tutupdy. Bu Roth IRA okşaş, taksdan burun goýgan pul, andan şu muwafiq ýer işlätseňiz, dogrularga işletdiren ýer işlätseňiz, ondan baş tölemeýsiz. Şonuň üçin siziňki ýyllyk kirimiňiziň tüweldelädi. Şu ýylynky baş töleýän kirimiňiz tüwerek boldy. Bunun da şu şirketler
özleri dep birdi. Siz şu kılgan yazılgan healthcare insurance sağlamlıkni saqlash sug'urtasi mush HSE'ga loyiqmi emasmi deb şirkatimiz o'zi dep turdi. Uni mablag' solsangiz bo'ldi. Uning ichiga shu pay, chek, zayom deganlarga, mutual fund deganlarga mablag' qo'ysangiz bo'ldi. Bu chiqqan pulni andin buning o'sishimi boj to'lamaysiz. Buningda ham yilda yig'ilgan pulingiz yilning oxirida ishlatmasam o'ladi degan gap yo'q. Shuning uchun ishlatib olmasangiz kelar yilda yana ishlatsangiz bo'ldi. U o'zi domlab o'saverdi. Buningki nihoyatda yaxshi tarafı jiq. Shuning uchun sizlarningki hammanglarningki ishlayotgan shirkatlaringlarda HSE plan bo'lsa cho'qim qatnashinglar kerak. Ama shu chekiga qadar pulni qo'yish kerak. Buningda 25-yilda qo'ydigan pul ayrim odam bir odam bo'lsa 4300, oila bo'lsa 8550, 50 yoshgacha qursangiz yana 1000 qo'shib qo'ya olasiz. Bu IRS'ninki inflation adjustment deb pulning baholashiga qarab yilda bekitib turdi asosini ko'paydi. Ondan keyin bu bir benefit kirdi shirkatlarninki bergan. Bu bir hamda bosh turmaydigan bekorlik pul desak bo'ldi-da. Shuning uchun cho'qim sizning shirkatingizda bo'lsa, buni qatnashishingiz kerak. Boy degandek bularni shu aksiya bozorda mablag' solsangiz bo'ldi, ishlatib bo'lmaganlarni. Andin buni shu dori olganda co-payment, deductible, gaybermish over the counter medicine deydi, shularga ishlatsangiz bo'ladi. Ammo buningda high deductible healthcare'da bu HSA ishlatiladi. Bu high deductible bo'lsa, buni kirib bo'lmaydi. Shuning uchun siz yosh vaqtingizdan boshlab buni sepib qo'ysangiz, bu o'zingiz mayliqi pensiya chiqqan pulga o'xshash, mablag' solgan pulga o'xshash, rosa ayarga o'xshash bojni to'lamay o'saverdi. O'savergandan keyin qiydigan chog'da jiqaroq doktorlarninki kirib jiqaroq dorilarni ishlatib qolsangiz, shu vaqtida ishlatsangiz ham bo'ldi. Bu HSE'ni shu hisobotni ichish uchun tuvandagi bundaq talablar bor. Birisi boy degandek high deductible healthcare HP program bo'lishingiz kerak. Bu IRS'ning bekitib turgan qandaq programlar high deductible qandaqlar emasdi. Shunga qarab sizning shirkatdan sizga deb birdi ishlayotgan shirkatingizni. Ondan boshqa insuransingiz bo'lmasligi kerak. Bo'lmasa HSE'ga kiramaysiz. Ondan Medicare'ga kirsangizlar siz bu HSE'ni bu pul qo'shamaysiz. Medicare qilsangiz buni pul qo'shamaysiz. Lekin boshqa birsiniki dependent bo'lsangizda, unga yo'lish bo'lgan boshqa bir odamniki tax return boj to'laydiganda undan bo'lmaydi. Cho'qim o'zingizda ishlaydigan program bo'lishi kerak. Endi menga Medicare, Medicaid larning topadigan shu telefon nomerlarini torning adreslerini deb qo'ydim. Mana hamisinki medicare.gov, medicaid.gov, Social Security Office nomerlari, healthcare.gov, National Council for Aging, Virginia, Medicaid, yani Virginia'nın gemler. Bu hem işletin uzun var. Toraldaki qeyrindaşlar, eğer bu resimni takip edip gerek olsa telefon qilib shu qaysi sizlarga kerak bo'lsa shundan foydalanishinglarni tavsiya qilaman.
Manada şu Medicare Resources, mana içinde şundaq eee, şu muşla hemmisi mening so'zlaydiganlarimga manadan sizning yana suallarınız barmı? Faydalandım. Mush HSA to'g'riliq endi bir savol so'ramoqchiman. Endi Medicaid bilanmi bevosita bog'liqlik emas, bu Medicare bilanmi bevosita bog'liqlik emas, ammo mush ishlayotgan vaqtida shu ishlayotgan shirkati yoki o'rinlari endi mushu foyda bu healthcare planni support qilgan bo'lsa, shu orqali qo'shishga tegishli bir ichib qo'yish tegishli bir ekan. Ammo shuningda odatda endi ishlatishga bo'lmaydigan narsaga ishlatib solsa, buning jarimonasi bor. Buning masalan, bolalarning o'qishiga yoki bo'lmasa boshqa bir uyni bezash yoki bo'lmasa uyning bir yerlariga ishlataman desa, bu puldan yoki uy olganda, mashina olganda degandek buning jarimonasi bor. Endi shunki meniki bu yerda qo'yganim, endi o'sha HSA akkaunti borlar hajliga vaqtida, kartni ishlatgan vaqtida cho'qim nimalar ko'tariladi, nimalar ko'tarilmaydi, nimalar ishlatib solsa jarimonasi bor degan narsaga diqqat qilish kerak ekan. Endi bu yerdagi savol, qaysi vaqtda shu pulni ishlatsa jarimonasi bo'lmaydi, qaysi vaqtda buni to'liq elib olg'ili bo'ladi, hech qanday jarimonasi bo'lmagan holatda. Buni hammani elib olish kerakmi yoki bo'lmasa davomli 401kga o'xshash aksiya bozori qilib qo'yib, shu elib olish loyiq bo'lgandan keyinmi, yana davomli qilib qo'yish yaxshimi? Ya bu Medicare, Medicaid'ga alakası yok olan deganiniz yana butunlay to'g'ri emas. Buning alakası bor. Chunki nimishga desiniz, siz buni yosh vaqtingizda solgan bir mablag' o'zingizniki salomatligingizni qo'g'dash uchun-da. Agar yosh vaqtingiz salomatlik bo'lib ishlatmagan bo'lsangiz, qiyrilgan chog'da shularni ishlatsangiz bo'lsa, yiningizdan chiqmaydi. Chunki siz pensiyaga chiqqandan keyin maaşınız to'xtaydi. Faqat 401k, Social Security degandek cheklimlik kirimlar bilan cheklanib qolmasa, shuning uchun siz doktorxonaga borsangiz, kopay qildigan, yana bir nima qildigan ashtaq ishlar bo'lsa, yiningizki maaşingizdan chiqarmay, mush puldan to'laysiz. Shuning uchun bu Medicaid, Medicare'ga munosabatli. O'zingizni sog'lom saqlaydi. Endi bu qaysining ishlatgili bo'ladi desangiz, doktorga borganda to'laydigan kopay, deductible deganlarga, prescription medicine'larga to'laydigan pullar, doktor yozib bergan resept dorilarga, keyin ko'z, tishga to'laydigan pullarimiz bor. Masalan, ko'zoynak ilish deganda contact lens, ko'zning ichiga soladigan aynaklarni doktorxona yotgan chog'da banislarda yotgan apparatlar bo'lgan chog'da to'laydigan, qo'shimcha to'laydigan pullar. Mental health o'zingizniki ro'yxat kasallar bo'lsa, uni to'laydiganga qo'shimcha. Doktorninki asboblari, uskunlari, wheelchair, hearing aid, quloq soladigan qanday sevoldiganlar, chaqliq o'rindiqlar, ostoyoqlar degandek yana bir over the counter medicine, bir first aid qo'shimcha oldigan dorilarni ichiga oladi. Long term care, uzun muddatli kutishninki shunga qo'shimcha to'laydigan pullar. Hammasini to'lasangiz, ishlatsangiz bo'ldi. Qaysilar bo'lmaydi desangiz, doktorga munosabatsiz, masalan, uyning ijarasini, bozorga o'tib yemak-ichmak olsangiz, kinoga olsangiz degandek, yo bo'lmasa tishingizni oqartish, kozmetik kirdigan, odatdagi vitaminlar, shundaq narsalarga ishqi doktorlikqa davolanishga hech qanday munosabatli narsa yo'q narsaga ishlatsangiz bo'lmaydi. Agar sizni bu pulni chiqara olamdim, agar u pulim yig'ilib ketgan bo'lsa, chiqarib tashlasam bo'lamdi desangiz, 65 yoshdan to'g'an vaqtingizni chiqarsangiz 20% jazo puli, plus qo'shimcha yana uningga kirim
bajı төлeysiz. Kırımı hesaplaydı şu yılın. 65'in yuqurda alsanız 20% cezası yok ama Kırım bajını төлeysiz. Bajını төлeysiz. Ama doktor işlersiniz, doktora abay degende yerler işlersiniz, bajını tölemeysiz, cezanı yok. Şunun için bunu çoxum aşı doktorga ayet näslerge işlesenler bolur. Rahmat. Meningki masalan ehtimal mening munosabatsiz deganim toza to'g'ri ifodalash bo'lmagan bo'lishi mumkin. Masalan, menimki bu yerda demoqchi bo'lganim Medicaid elayotgan vaqtida yoki bo'lmasa Medicare elayotgan vaqtida shu Medicaid, Medicare elayotganlarning bu akkauntni ochish salohiyati yo'q. Yuqorisiz degandek, faqatla bu ishlayotgan vaqtida agarda shu shirkat shu high deductible healthcare planni ta'minlagan bo'lsa, shuningga qatnashgan odamlar anadagi bu akkauntni ocha oladi. Shunaqami? Ha, O'zi beriblar, man HSA ochaman desa, ocholmaydi buni. çoxum işləvatqan vaxtıda bolsa, içiş kerak. Bo'lmasa işləmәгән vaqtı bolsa, açsa bo'lmaydi. To'g'ri. Rahmat. Rahmat. Gunas xonim nihoyatda ahamiyatli bir mazmunlarda suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Shu bo'pmi mayli yashangan vaqtki u Medicare bo'lsin yoki bo'lmasa yangidan Amerikaga kelib ishni tuzuk boshlab bo'lolmagan to'van kirimdagi yoki ish yo'q yoki bolalar ishlab bo'lolmaganlar uchun bu nihoyatda muhim ishki mazmun deb o'ylayman. Aytgan bir yerimni daltay, shundan keyin siz xulosalassangiz bo'ldi. Oxirda mani so'zlab o'tdik, shuning uchun qarindoshlarningki nihoyatda ro'shan farq qiladigan ikki ish yig'ib aytgan chog'da Medicare bilan Medicaidning farqi. Bularningki farqini chuqur bilishimiz kerak. Chunki Medicare bo'lsa Medicaid ishkilisi millionlagan Amerikaliklarningki sog'lomlik bilan ta'minlagan muhim bir programlar bo'lib kelyapti Amerikada. Medicare bo'lsa asosligi Medicare yashanganlarga 65 yoshdan yuqorilar va meyiblarga munosabat qiladi. Medicaid bo'lsa tuvan kirimdagi oilalarga yoki kishilarga yordam beradigan pul. Endi bularningki farqi endi yilda bularningki qanday odam layoqatli desanglar, bular yilda o'zgarib turadi. Shuning uchun bu o'zgarib turgan uchurlarni yilda yaxshi manbalardan, to'g'ri manbalarni o'qishimiz kerak. Bu yerlarni anglayib qaror chiqarsak bo'lmaydi. Shuning uchun to'g'ri uchurlarni egallab, o'zimizga to'g'ri qarorlarni, uzun-muddat qarorlarni chiqarib, shundan yaxshi foydalanishinglarni chin dilimdan tilayman. Agar sizlarningki yana tushunmagan yerlaringlar bo'lsa, yana ayrim xonimga uchur qilinglar. Meningki cho'qim izlanib sizlarga javobini, to'g'ri javobini berman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Haqiqatan ham buningda odatda hamma odam saq bo'lsa, xuddi bu ishga mazmun hech qanday munosabatsizlik ko'rinadi. Ammo og'ir qolgan vaqtida bu haqiqatan bu butun oilaningki iqtisodiy ahvoliga qattiq ta'sir ko'rsatgan ishga muhim mazmun. Endi birisi siz degandek Medicare 65 yoshdan yuqorilarga qaratilgan Medicare bu butun yoshdagilarga Medicaid butun yoshdagilarga faqat shart to'shqan tuvan kirimdagi yoki og'riqqa islahni shu odamlarga mos keladigan shu hukumat tarafdan yo'l qo'ygan davolash sug'urtasi. Shuning endi har bir odamning iqtisodiy ahvoli, oila jon soni ahvoli, turayotgan shtatlari o'xshamagan bo'lg'achqa buningda qaysi odam qancha pul to'laydi, qanchaning qaysiga muvofiq keladi degan narsa izlanish uchun cho'qim siz yana ko'rsatgandek shu joyda yerlik ishxonalar bilan so'zlashishi shu orqali shu uchurlarni tafsiliy egallashi zarur bo'ladi ekan. Muhim. Rahmat sizga. Siz degandek maylaningki yana savol bo'lsa siz bilan davom qila olasiz yoki bo'lmasa shu videoning ostiga
gap qoldirib qo'ysa, sizdan javob keladi deb o'ylayman. Hem To'g'ri. keyingi qatimliq leksiyani Alloh buyursa, ro'zaytdan keyin, ya'ni 4-chi oylarda elib berishni planlayapmiz. Ko'pchilikning keyin davomliq shu leksiyalarga ishtirok qilishini, leksiyalarni ko'rib turishni umid qilamiz. Rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Allohga omonat. Allohga emanet.